Aziz kuzatuvchilar, bugungi bemorimiz 1996-yil tug'ilgan. Ikkala oyoqda varikoz kasalligi rivojlangan. Oyoqlarda og'riq bezovta qilgani uchun bizga varikoz tomirlarini lazer bilan bartaraf qilish uchun keldi. Termiz shahridan bemorimiz. Hozir mana lazerni operatsiyamizni qilyapmiz. Mana bemor yotibdi, og'riqsiz. Hozir lazer jarayoni ketyapti. Azizlar, mana bemorimizni ikkala oyog'idagi varikoz tomirlarini hozirgina lazer operatsiyasini tugatdik. Mana operatsionlarimiz hozir mana chiqib keldik. Bemorimiz mana yaxshi, xotirjam, hech qanaqa og'riq bo'lgani yo'q. Og'riq bo'ldimi sizga? Operatsiya jarayoni qanday? Sizga ma'qulmi? Lazer operatsiya yo'qmi sizga? Biz mana ikkala oyoqdagi varikoz tomirlardan varikoz kasalligidan lazer operatsiya yordamida bir soat davomida bemor qutulib oldi, bartaraf qildik. Hozir bemorimiz holati yaxshi, bemor uyiga ketishi mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib, sizlar bilan bo'lishib qolamiz.